Assalamu alaykum qarindoshlarım. Men Bikray Rahman. Navbatda biz Şerin Bulaqni o'qib, bevosita tarqatyapmiz. Hammanglarning mushu vaqti xayrlik bo'lsin. Kitob o'qish bilan birga xush keldingiz. Tunuygungi o'qishlikda biz Siraning Daru Nadabat, ya'ni Quraysh kengash yurti deki suiqasd degan mazmun kelib to'xtagan edik. Unda bo'lsa davomlashtiramiz. Darun Nadbat, Quraysh kengash yurti deki suiqasd. Mushriklar musulmonlarning kech kunduzlab tayyorlik qilib, mol dunyo va mol chaqlarni elib, Abiz va Xazraj qabillariga ko'chib ketayotganligini ko'rib, bu xil qo'rqinchliq va g'am andishiga patdi va buni cho'ng shumliqning bisharti deb bildi. Ansizlik va sarosima ularga mislsiz vahima bilan davaylab kelmoqda edi. Qisqasi, ularning diniy va iqtisodiy mavjudiyatiga tahdid soladigan cho'ng bir xavf-xatar amdilikda ko'z oldida namoyon bo'lishga boshlagan edi. Mushriklar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vujudidagi to'g'ri rahbarlik iqtidorini, xalq orasidagi g'oyat zo'r ta'sirini va sahoba kiromlardagi qat'iy iroda, samimiy sadoqat va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uchun jon pido qilish ro'yini Aviz va Xazraj qabillaridagi yoshurun kuch-quvvat bilan bu qabillardagi aqllarning tinchlik va yarashishga talpinayotganligini, eng muhimi ular uzun yillar davom qilgan ichki urushning dardini ko'p tortganlikdan amdi o'zaro adovatlashishni tashlab, ab o'tishga chaqiriq qilishganliklarini nayt obdan biladi. Eng yomon bo'lgan yeri shu ediki, Madina Qizil dengiz bo'yidagi Yamandan Shamga mangadigan yo'l bo'yiga joylashgan muhim strategik o'rin edi. Taif va boshqa arab qabillarining tijorat obort summasini qo'yib turayli. Faqat Makkaliklarningla Sham bilan bo'ladigan tijoratida yiliga 250 ming dinar qimmatidagi mol-mulk shu yo'l orqali yurishtiriladi. Hammaga ma'lumki, bu xil tijoratning muqim rivojlanishi va ro'naq tepishi mushu yo'lning omon esanligi va bexatarligi bilan bevosita munosabatlik edi. Albatta. Navoda islom davlati orqali Yasribi markaziy bozor qilib, yerlik aholilar bilan birlikda Makkaliklarga qarshi turish o'tirib qo'yilsa, Qurayshlarning savdo tijoratining cho'ng xirisqa duch kelganligi nihoyatda aniq edi. Mana mushularni o'ylab, mushriklar o'zlarining mavjudiyatiga tahdid silayotgan cho'ng bir xavf-xatarning iz besib kelayotganligini his qilishdi va bu xavf-xatarning manbai islom davlatining yo'l boshchisi sanalgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni eng unumli tizginlaydigan bir chora-tadbir izlashga boshladi. Nabuvat Besat deb matildi. Ning 14-yili Safar-i ning 20 kuni milodiya 622 yil 9 ayning 12 kuniga to'g'ri keladi. Ya'ni Aqaba cho'ng bayididagi 2,5 oydan keyin payshanba atiganda Quraysh kengash yurti Darunat Davat islom davlatining yo'l boshchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ustida nuqtaliq kengash qilib, uni tezdan bartaraf qilishga kafolat qilg'ili bo'ladigan va u tarqatgan da'vat nurini yer yuzidan talto'kis o'chiralaydigan kaskin bir tadbir ustida o'z tarixidagi eng qabohatlik bir kengashni chaqirdi. Kengashga Quraysh qabilasiga tava har qaysi jamoat va urug'dosh aymoqlarning vakillari qatnashdi. Quraysh qabillaridan bu qabohatlik yig'inga qatnashgan asosiy vakillar tuvandikilar. Birinchisi Abu Jahil ibn Hisham, ya'ni Maqsum jamoatidan, Jubayr ibn Mut'im, Bani Nafal ibn Abdul Manaf jamoatidan, Shayba va Utba, Rabiyaning ikki o'g'li, Nasr ibn Aris, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning gajgisiga to'gining yenini tashlab qo'ygan kishi, ya'ni Abdudar jamoatidan, Abul Baxtari ibn Hisham, Nabi Munbi, Umayya ibn Halaf,
Ular belgilengen vaqtda Darun Nadvatga yetib kelib edi. İblis mal'un buz çekmen tun kiyib salopatlik bir mo'ysifat suratida darvoza oldida ularning ko'z oldida paydo bo'ldi. Ular janobi oqsoqol kim bo'ladi ekan deb so'rab edi. U men o'zim Najdlik sizlarning bu yerga yig'ilishga tutishganliginglar samiga yetgan edi. Shunga so'rininglarga qatnashib fikringlarni anglab boqqim keldi. Yaxshiroq biror aql ko'rsatib qolsam ajab emas dedi. Ular nəhayət yaxşı, mərhəmət, daxil bulğayla deyişdi. Şunun bilan o Qurayşlarning bu kengişiga Najdlik vakil sifatida ishtirok qildi. Vakillarning berilib kengashganligi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qatl qilishni qaror qilganligi. Kengash qatnashchilari to'liq kelib bo'lgandan keyin taklif fikrlar va o'xshashmagan tahlillar ustida kengash qilindi. Ular kollektiv holda birdam berilib bas munozara qilishgandan keyin shaxslar bo'yicha fikr bayon qilishga boshladi. Abul Asvad so'z qilib, uni aramizdan qo'g'lab chiqarayli, surgun qilib o'tayli. Uning naga berib, nada o'ldiroqlashib qilishi bilan karimiz bo'lmasin. Biz o'z ishimizni qilib, ko'ngan xo'y, mingan o'y bo'lib yuraverayli. Devedi, o'zini Najdlik deb atib olgan yiliqi mo'ysifat kishi bo'lmaydi. Azbiray xudo, bu dana fikr bo'lmadi. Uning she'rini suxanligiga, jalbkor xushqo'yligiga va yiliqi davosi bilan nurg'un odamlarning qalbini o'ziga rom qilib olganligiga qaramamsizlar. Qasam qilib aytalaymanki, agar ashunda qiladigan bo'lsanglar, u biror arab qabilasiga berib tushkun qilib ularni o'ziga agashtirgandan keyin degan ma'nosi bor ekan. Sizlarga hujum qilishdan, hatto sizlarni qo'lliq bostirib, xohlagancha oyoq osti qilishdan amin bo'lmaydi. Shunga boshqa fikringlar bo'lsa, anglab boqayli, deb qalasini chayqidi. Shun bilan Abul Baxtari meningcha uni tutib temir ishkalar bilan bog'lab hapsiga elib sulvitayli. Anda uning ilgirki maslakdoshlari ga yetgan o'lim uningga yetkicha qo'yib bermayli dedi. Najdlik iliq kishi, yo'q, azbiray xudo, bu hargiz oqilona tadbir emas. Men qasam qilib beralaymanki, navoda sizlar uni deganinglardek hapsiga elib tutqun qilsanglar, har qancha yo'shrin sir tutgan taqdirdimi, uning odamlari cho'qim uqib qoldi-da, ular ushtum-tut qo'l silib, uni qutuldirib ap chiqib ketadi. Ondan to'planib kelib, sizlarni oxir mag'lub qilmay qo'ymaydi. Bu obdan fikr bo'lmadi. Shunga boshqa shirak o'ylab ko'ringlar, dedi. Kengash a'zolari mazkur ikki taklif loyihasini rad qilib atgandan keyin hammalarning birdek qo'lishiga erishgan intayin qabohatlik bir taklif o'tirib qo'yildi. Bu vahshiyona taklifni Makka mushriklarining katibishi, bosh suiqasdchi Tag'ut Abu Jahil ibn Hisham o'tirib qo'ygan edi. U mundaq dedi: "Azbiray xudo, bu vaqtda mening mundaq bir taklifim bor. Hozircha hech kishining o'yiga kelmadi." Vakillar: "Qanday taklif bu? Abul Hakam" deyishgan edi. Abu Jahl: "Har bir qabila o'z tavallikdagi nopuzliq oilalardan qovul, jasoratlik, chapdas yigitdan birdan yigitni chiqib bersa, ularning hammasiga rosa o'tkir qilishdan birdan qilishni tutqizsak, ondan ular u Muhammadning uyiga bostirib berib, tangli qilish urib o'ldiribsa, shu an uningdan xotirjam bo'lamiz. Chunki bu shunday qilganda uning qissos qini hamma qabillarga chechilib ketadi-da. Natijada Abdumanoh jamoati Quraysh qabillarining hammasi bilan urush qilishga madori yetmay, xun haqqi to'lamga rozi bo'lmoqdan boshqa amal topolmaydi. Biz ularga to'lam to'lab beramiz. Ish o'ngishiladi. Xolos." dedi. O'zini Najdlik deb olgan heliq oqsoqol boshqacha ruhlanib, "Mana bu kishining gapi o'rinliq bo'ldi. Buningdan dana tadbir bo'lmaydi. Bu haqiqatan oqilona plan ekan." deb bu qabohatlik planni maqtablik etdi. Va Makka kengashi bu qabohatlik planni to'liq ovoz bilan ma'qulladi. Har qaysi qabila vakillari uylariga qaytib
bu qarorni tezdan ijro vasallamning Madinaga hijrat qilishi. Quraysh vakillari Darun Nadvatda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qasdlab o'ldirib etish qarorini ma'qullayotgan paytda Jibril alayhissalom Alloh taoloning dargohidan vahiy elib kelib, Qurayshlarning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga suiqasd planlayotganligini va Alloh azza va jallaning uningga Makkada chiqib ketishga ruxsat qilganligini uqtirdi va bugun kecha doimlik o'rnida yotmag'in deb hijrat vaqtini belgilab berdi. Şunun bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu hamon chashka vaqtida safar planiga bosh qo'shib olish uchun Abu Bakr radhiyallohu anhuning uyiga bordi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Shu kuni chashka vaqtida uyda Abu Bakr otamning yenda o'ltirib Bu chaqda havo intayin qizib ketgan edi. To'satdan birsi Rasululloh hech qachon kelmaydigan soat vaqtda kelyotdi. Texi beshidimi o'rvapti dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu uningga ota-onam pidodir. U bunda g'ayri vaqtda chuqur muhim bir ish bilan keldi dedi. U mundaq deydi: Ayol o'tmay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetib keldi va uyga kirishga ijozat so'radi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ijozat berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirdi va Abu Bakr radhiyallohu anhu ga qishingdagi odamlarni sirqqa chiqarib atgin, muhim gap bor dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, sana otam pidodir. Bular o'z ahllaring" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Menga bugun cho'qim chiqib ket deb vahiy qilindi" dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Menga hamroh bo'lgin demoqchimisan? Ey Rasululloh, sen uchun ota-onam pidodir" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ha, shundoq" dedi. Ikkalan hijrat planini bitishtirib bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qorong'u tushishni kutib uyga qaytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'rosi Qurshavda Quraysh mushriklarning qatiboshlari kengashdan qaytgandan keyin butun bir kun Makka Darun Nadvat a'zolari bugun atigan ma'qulliqan vahshiyona planni muvaffaqiyatli o'rlash uchun tayyorlik ko'rish bilan avara bo'lib o'tdi. Bu vazifani ado qilishga heliqi yovuz qatiboslardan 11 kishi tanlab chiqildi. Ular tuvandagilar edi. Birinchi Abu Jahil ibn Hisham, Hakim ibn Abilas, Uqba ibn Abi Muayyid, Nazr ibn Haris, Umayya ibn Halaf, Zama ibn Aswad, Tuayma ibn Addi, Abu Lahab ibn Abdul Mutallib, Ubay ibn Halaf, Nabi ibn Hajjah, Munabbah ibn Hajjaj qatorliqlar. Ibn Ishaq rahimahulloh mundaq degan: Shu kuni kechadagi bir mahal o'tganda, heliqi 11 qariniyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyining ishiga oldida paydo bo'lib, qachonki uxlab qolsa, ondan bostirib kirayli deb paylab turdi. Ular bu rasul suiqasdning cho'qim amalga oshirganligiga to'liq ishonch qiladi. Hatto Abu Jahil mag'rurona qiyofatda o'rnidan turib, masxara va mazoq ohangida odamlarga: Muhammad, agar sizlar menga agatsanglar, arab, ajam millatlariga xo'jayin bo'lasizlar. Ondan o'lib tirilsanglar, sizlarga Irodaniya bog'chilaridek bog' baravollar ata qilindi. Navoda men degandek qilmasanglar, mushu dunyoda Alloh taolaning jazosiga duchor bo'lasizlar. Ya'ni o'ldirilsizlar. Ondan qiyomat kuni tirildirilib, o'tga tashlansizlar deb gap sotatdi. Endi kim tarafidan o'ldirildikin degan edi. Mazkur suiqasdga qo'l silish vaqti kechining keyingi yarmiga o'rlashtirilgan bo'lib, ular tun nisbini kutib, kechini bedor o'tkazdi. Lekin Alloh o'z ishiga hamon g'olibdir. Osmon zaminning huquqi uning ilkidadir. U xalqini qiladi, o'zi xalab panohlik berdiki, uningga qarshi panohlik berguchi bo'lmaydi. U mushu xalqlik paytda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga:
ey Muhammed, öz vaqtida kuffarlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. Qur'oni Karim sura Anfal 8-sura 30-oyat deb vahiy qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uydan ayrildi. Eliqi qara niyatlar bu rasul planni amalga oshirish uchun nihoyatda puxta tayyorlik bilan turayotgan bo'lsa-mu, lekin ular nomussizlarcha mag'lub bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chaqda Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga "Sen mening hazrami yeşil to'nimni yepinib o'rimda uxlab turg'in, ular sana hargiz yomonlik yetkazolmaydi" deb qo'yib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uxlaganda ashu yeşil to'nni yepinib uxlaydi. Qo'liga bir siqim to'pi ilib, ularning usti boshlariga chechib etib, saplarini arlab o'tib chiqib ketdi. U Alloh taolaning ularning oldidagi bir to'siq, keyniga bir to'siq qildi. Ularning ko'zlarini pardildik. Shuning uchun ular imonning yo'llari to'silib ketganlikdan hech narsani ko'rolmaydi degan oyatini to'xtamay tilovat qilib mang'atdi. Haqiqatan Alloh taolo mushriklarning ko'zlarini band qilib atgan edi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rolmadi. Halbuki uning chashqan to'pichanglari va ularning usti boshlarini to'liq purkib olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning saplaridan sug'urilib o'tgunicha Udul Abu Bakr radhiyallohu anhuning uyiga bordi. Ondan u yerdan ikkilan birlikda Qur'onning orqa eshigi bilan chiqib ketdi. Ular kechalab yo'l yurib, oxiri Yaman, Makkaning janubiy tarafdagi Sur o'nkiriga berib o'rlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uyini muhosaraga olg'uvchilar belgilangan vaqtni kutib davomli bidor turdi. Ammo tun nisbining sal oldiroq ularning mag'lub bo'lganligi va ziyon tortganligi oshkorlandi. Asli ish mundaq bo'lgan edi. Ularning keyindan bu ish bilan aloqasi bo'lmagan bir kishi o'tib ketib, ularning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uyining atrofini paylab yurganligini ko'rdi va nimaga intizor bo'lib yursizlar deb so'radi. Ular Muhammadga deyishgan edi. Heyliq kishi, undaq bo'lsa sizlar ziyon tortibsizlar va quruq avara bo'libsizlar. Azbroy Xudo, u hozir mushu yerdan o'tib ketdi. U teg'i usti boshinglarni to'pichanglar bilan ko'mib etibdi. U hozir o'z yo'lida ravon bo'lib bo'ldi, dedi. Ular Azbroy Xudo, biz uni ko'rmabdik-ku, deyishib o'rnlaridan turgan edi. To'pichanglar ularning usti boshlaridan purqirab tushdi. Lekin ular eshikning yo'chqidan qarab bir kishining yeshil to'nni yeb yotganligini ko'rdi va Alloh bilan qasamki, u cho'qim Muhammad, u hozir uxlayotdi. Ustidagi uning odati yepinib yotadigan to'ni deyishdi va shundoq datalashlar bilan tang yurib ketdi. Bu chaqda yeliq odam o'rnidan turib edi. Uning Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ekanligi oshkor bo'ldi. Shu bilan ular qo'llarini tishlashib, Alidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni so'rgan edi. U uxmayman, menga deb bermagan, dedi. Uydan o'nkirga. Biyasatning 14-yili Safar 2-oyning 27-kuni, milodiy 622-yil 9-oyning 12 yoki 13-kuni kechida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uydan ayrilib, o'zining saptishi, o'z suhbatida va mol-mulkida eng ishonchli odami Abu Bakr radhiyallohu anhuning uyiga keldi. Ondan ikkilan birlikda tong etishdan sal-pal ilgarigidak Makkadan ayrilib ketish maqsadida oldirab Abu Bakr radhiyallohu anhuning qurusining orqa eshigidan chiqib ketishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Quraysh toirlarining qattiq iz qo'g'laydiganligini va payloqchilarning nazari oldi bilan Makkaning shimoliga mangadigan Madina yo'liga tushadiganligini biladigan bo'lg'achqa, asli nishonning tamoman aks tarbiga yo'l oldi. U bo'lsa-mu Makkaning janubiga so'zilgan Makka-Yaman cho'ng yo'li edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu yo'l bilan 5 kilometrdek janub qarab mengib, Surtag'i
deb ataladigan bir taqa yetib bordi. Bu o'zi egiz, yo'llari agri to'qay, tik qiya tog' bo'lib, atrofi butunlay quram toshlar bilan o'ralganlikdan qadam ilish to'limi qiyin edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ikki putidan bir qancha yerni ushluq toshlar tilib etdi. Aytilishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam izini yo'qotish uchun putining uchida dastlab mengib, uning putining uchi yerilib ketgan ekan. Qandaqli bo'lmasin, Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni apashlab yudib, kuchining bericha yugurib, tog' cho'qqisidagi o'nkirga akirib oldi. Bu o'nkir tarixda G'ari sur, ya'ni sur teg'i o'nkiri deb ataldi. İki sabdaş g'arda, ikkaylin g'arga yetib berib edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu, Rasululloh, sen kirmay turg'in, avval men kirib baqay. Agar ziyondash hasharatlar bo'lsa, seni ko'ra menga tekkin yaxshi, dedi. Ondan g'arga kirib, ma'lum yerni sirib supurdi. Uning bir bulung'idagi to'shikka ko'nglikini yirtib tiqdi. Yana bir chatdagi bir to'shigiga ikki putini tiqib uni atdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni kirishga taklif qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'arga kirdi va qattiq yerib charchab ketganlikdan beshini Abu Bakr radhiyallohu anhuning quchqiga qo'ydi-da, ko'zi uyquga ketdi. Bu chaqda Abu Bakr radhiyallohu anhuning to'shikka tiqib turgan putini yilon chiqib oldi. Lekin u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyg'onib ketishidan ansirab, chidab midr-sidr qilmay turgan bo'lsa-mu, ammo uning ko'zlaridan og'riq azob tufayli to'kilgan yosh tomchilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mag'ziga timib ketib, uni uyg'otib etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan nima bo'lding, ey Abu Bakr deb so'radi. Abu Bakr radhiyallohu anhu, yilon chiqib oldi, hech vaqasi yo'q, sen uchun ota-onam fidodir, dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib, uning putiga tükürüp qo'yib edi, uning putidagi og'riq pasaydi. Allah. Ular g'arda 3 kun, juma, shanba, yakshanba yoshirinib turdi. Bu jarayonda Abdullah ibn Abu Bakri ularning qishig'a har kecha ketib turdi. Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Abdullah ziyrak, chechan, tetik va puxta yigit edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr radhiyallohu anhuning yenidan kechining oxirida qaytib kirib, atigini go'ya Makkada bo'lgan kishi sifatida sahar turib Qurayshlarga orlashib yuratdi. Otasi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida deyilgan gap, so'z, suiqas va planlarni ko'ngli pukib qo'yib, qarong'i tushganda toqqa chiqib ularga yetkazatdi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning chakiri Amir ibn Fuhayr bir top qo'yni shu atrofda beqishga o'rlashtirildi. U ko'gim tushganda qo'ylarni haydab apirib, seqib ularga usuzlik beratdi. Bu ularning tushlik va kashf g'izosi edi. Ular shu bir o'tlam sut bilan uxlab qolatdi. Amir atis atigan tong atmasda ularning yenidan laylay etguncha qo'ylarni tuvanga haydaydi. U uda 3 kun shunday qildi. Amir ibn Fuhayrning qo'ylarni kechida haydab mengshi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr radhiyallohu anhuning yenidan Makkaga qarab mangan Abdullah ibn Abu Bakrning izini yo'qotish uchun edi. Ammo Qurayshlar yiliqi qabahatlik planni ijro qiladigan atigini uning qechib ketganligini uqqandan keyin qattiq asabiylashib ketdi. Ular avval Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuni urdi va Kaybning yeniga so'rab akilib, birar yeb uchiga erishib qolarmiz deb bir soatcha so'lab qo'yishdi. Oxiri Ali raziyallohu anhudanmi hech qanday javob erishilmaganidan keyin hammasi to'plashib Abu Bakr raziyallohu anhuning uyiga bordi. Uning ishigini qiqib edi. Ularning oldiga Abu Bakr raziyallohu anhuning qizi Asma raziyallohu anha chiqdi. Ular Asmadan qo'pollik bilan "Otang nada?" deb so'ragan edi. Asma
Allah bilan qasamki, men atamning nadaligini bilmayman dedi. Bu chaqda Abu Jahil qo'lini shiltib Asmaning mangziga bir qachat urib, uning qo'lqidagi munchiqini uchirbatdi. Arqadilla Qurayshlar jiddiy kengash qilib, mazkur ikki kishini qo'lga tushirish uchun tezdan harakat kelib, mumkin bo'lgan barliq vositalarni qo'llanishni qaror qildi. Shuning bilan Makkaga kirib chiqadigan barliq yo'l egizlarini qurolliq tekshirib, qattiq nazorat ostiga oldi. Shundaqla u ikkilarning qaysi birisining mayli o'lik, mayli tirkini Quraysh tarafga topshirib berganlarga 100 to'ga mukofot berdiganligini e'lon qildi. Bu chaqda pul uchun hammani qildigan bir bo'lik otliq chavandoslar va piyoda iz qo'g'lug'uchilar ularni izlashga boshladi. Ular tog'ni egiz, o'ymonni cho'nqur, sahroni yiroq, shaharni qistan demay, pittarg'andek tarab, petrab ketishdi. Lekin hech bir yoqdan mana men topdim yoki ko'rdim degan sado anglanmaydi. Bir kuni chorlug'uchi qo'shin g'orning eg'iziga yetib bordi. Lekin Alloh taolo o'z ishiga amin g'olibdirki, u ularga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatmadi. İmam Buxoriy rahimahulloh Anas raziyallohu anhudan u Abu Bakr raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan g'orda turib o'tirdim. Beshimni ozroq ko'tarib qarasam, birmuncha odamlarning pachoqlarini ko'rdim. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, agar ularning birisi o'zining beshini shundoq tuvan qilsa, bizni cho'qim ko'rib qoladi" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga jim turgan: "Ey Abu Bakr, biz ikki, Alloh uchinchimizdir" dedi. Yana bir iborada: "Ey Abu Bakr, Alloh uchinchisi bo'lgan ikkilandinmi ansiramsan" dedi deyilgan. Bu yerda haqiqatan katta bir mo'jiza yuz berdi. Alloh taolo bu mo'jiza bilan o'z payg'ambarini asasladi. Chorlug'uchilar bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning orliqida faqat bir qancha qadam yer qolganda ular qaytib ketishdi. Madina yo'lida 3 kundan beri jiddiy iz qo'g'lash orqaliqmi hech qanday natijaga erishalmagan Quraysh doiralarining ochiqi bir oz pastgo'yga tushib, iz qo'g'lash nisbatan besiqib, navbat olmishib chorlash, tekshirish harakatlari oz so'la to'xtagandek qilib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu Madinaga qarab yo'l elishga tayyorlandi. Ular Abdullah ibn Urayqitni yo'l boshlash uchun yolladi. Abdullah usta yo'l boshlovchi bo'lib, garchi u Qurayshliklarning dinida bo'lsa-mu, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga ishongan edi va 3 kundan keyin Sur tegining o'nkirida uchrashishga va'dalashib, uningga uloqlarini topshirib berib, bu yan chiqqan edi. Rost deganda dushanba kuni tong saharda, ya'ni Hijriyaning 1-yili Rabiul Avval ayining 1-kuni, milodiya 622-yil 9-ayning 16-kuni Abdullah ibn Urayqit 2 to'gini yetilab Sur tegining yanida paydo bo'ldi. Bu chaqda Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Sana otam pidadur, ey Rasululloh, bu 2 to'gining birini tanlagin" dedi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga u 2 to'gining esilrak birini elib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga: "Bo'ladi, pulga olay" dedi. Asma binti Abu Bakr radhiyallohu anha otasi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ularning safar tayyorligini elib chiqqan edi. Lekin u oziqliq silib chiqqan bo'g'tisiga bog'lancha bekitishni unutib qolg'achqa, ular mang'ili tamshalganda oziqliq bor bo'g'chini yuk taqqa esib qo'yishga mumkin bo'lmay qoldi. Shunga u darhol beshidagi o'rima chichini ikkiga ayirib, birini kesiblam oziqliq bo'g'chisini chegib to'giga esib berdi va yana bir chichini o'rib qo'ydi. Shunda e'tiboran
u qo'sh o'rimlik deb ataldi. Ondan ular yurib ketdi. Ular bilan Amr ibn Fuhayyirmu birga yo'lga chiqdi. Yo'l boshlag'uchi Abdullah ibn Uraykit ularni dengiz sahil tarafga boshlab mangdi. Abdullah ibn Uraykitning ularni g'ardan chiqibla udul boshlab mangan yo'li mundaq edi. U avval janubga qarab Yaman tarafga davomli ilgirladi. Ondan g'arbga burilib dengiz sahiliga qarab mangdi. Hatta bir chaqda kishilar ancha bilib ketmaydigan bir yo'l orqali Qizil dengiz bo'yiga yaqin bir yerdan shimolga burildi va u yerda odamlar kamdan kam mangadigan bir yo'ldan boshlab mangdi. Ibn Issoq rahimahulloh Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mushu yo'l ustida besib o'tgan o'tang va yer joy nomlarini tilga ilib mundaq deydi. Yo'l boshlag'uchi ularni jilg'idan elib chiqqandan keyin davomli Makkaning tuvan tam tarafiga boshlab mangdi. Ondan dengiz sahil tarafiga burilib Osman yernomining ostidagi bir yo'lni kesib o'tdi. Ondan ularni Amash yernomini tuvan tarafi bilan boshlab mengib, u yerdan qadimiy Qadidga bordi. Qadiddan o'tgandan keyin iliq yo'lni yana kesib o'tib, Harara ondaki Muradavan davini ondan Laqaf qatorliq joylar bilan boshlab mangdi. Laqaf qonalg'usining o'tirisidan kesib o'tdi. Ondan Majah qonalg'usidan, ondan Marja Muhajatdan u yerdan bir qancha joylarning nomlari bor ekan, hali nurg'unga shu o'rinlarni kesib o'tgan butun yo'llarni aytib chiqibdi bu yerda. Endi yo'l ustida yuz bergan voqealar. Birinchi, Imom Buxoriy rahimahulloh Abu Bakr raziyallohu anhudan naql qilingan hadisda mundaq deyilgan: Biz butun bir kecha kunduz va atsa deganda toki tush bo'lgan qadar yo'l yurdik. Hatto bir chaqda yo'llar tinchlanib, to'la yerim odam uchirmaydigan bo'lib edi. Bizga yiroqdan cho'ng bir tosh ko'rindi. Miyada hatta bir chaqda yo'llar tinchlanib, to'la terim odam uchirmaydigan bo'lib edi. Bizga yiroqdan cho'ng bir tosh ko'rindi. Biz uning soya tashlagan tarafiga o'tib chiqdik. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'z qo'lim bilan aram oladigan joy rasildimda uzun bir chaponni silib, uxlasizlar, ey Rasululloh, men atrofni kuzatay dedim. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uxlab qoldi. Men turib atrofni kuzatdim. Bir chaqda bir podachi bola qo'yini biz tarafga udul haydab keldi. Aslida u bizga o'xshash saydash uchun kelgan ekan. Men uningga "Ey qo'ychi bola, kimning qo'yi bu?" deb so'radim. U Makkalik dedimmi yoki Madinalik dedimmi, bir kishining qo'yi dedi. Men qo'ylarning orasida semiz qo'y bormi dedim. U ha bor dedi. Men saqil bo'lamdi desam, u bo'ladi dedi va berib bir qo'yni tutdi. Men uningga qo'yning yilini to'pichanglardan va maynat yunglardan pokizlab ondan saqin dedim. U yendagi bir tosh qachaga ozroq sut seqib berdi. Menda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tahorat elishi va suv ichishi uchun elib olgan bir qacha bor edi. Sutni shu qachaga qo'yib elib keldim. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tatliq uyqusini uyg'otib, uyg'otishni xohlamaydim. Lekin u mening kelishimga uyg'ondi. Shuning bilan sutga ozroq suv qo'yib, uni sundim va sut isla, ey Rasululloh dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sutni qo'limdan elib ichdi. Men uning ichishidan mamnun bo'ldim. Ondan u "Mangadigan vaqt bo'lmadimi?" deb so'radi. Men "Ha, mangadigan vaqt bo'ldi" dedim. Shuning bilan yana bu yerdan qo'zg'alib yo'limizga ravon bo'ldik. Ikkinchisi, Abu Bakr raziyallohu anhuning odati. U yo'l bo'yi to'gisini Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning to'gisining keyniga chetib mang'atdi. Abu Bakr raziyallohu anhu hamma odam taniydigan ma'ruf kishi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bo'lsa, texi yosh bo'lib, boshqa yurtning odamlari uni ancha tanib ketmaydi. Shunga yo'lda uchragan ba'zi kishilar Abu Bakr raziyallohu anhuga oldindagi bu kishi kim deb so'rab
qalatdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu mening yo'l boshchim deb javob beradi. O'qimaganlar uni safar yo'lini deydi deb o'ylaydi. Ammo u hidoyat yo'lini maqsad qiladi. Üçüncüsü, yo'lda bularga Soraqa ibn Malik yeshvalg'ili tas qoldi. Soraqa mundaq degan: "Bir kuni men o'z qavmim Bani Mudlij jamoatining so'rinlaridan birida o'tiratdim. Sirtdan bir odam kirib, so'rining beshida o'ri turdi va: "Ey Soraqa, men boya dengiz sohili yo'lida ketayotganlarni ko'rib qoldim. O cho'qim Muhammad va uning safardoshlarimekin deyman" dedi. Soraqa mundaq deydi: "Men shu hamalda ularning rost shular ekanligini jazm qildim. Lekin men uningga ular sen deganlar emas, sen cho'qim hozir mushu yo'ldan o'tib ketgan palon pistonlarni ko'ribsan" deb qo'ydim. Ondan birdam o'zimni zo'rg'a besib o'tirdim. Keyin so'rindan asta sug'urilib chiqib uyga kirdim va uydagi xizmatchi dedikimga otni ilib chiqib orqadagi qum dövisining keyniga o'tib turishni buyurdim. Ondan qo'limga nayzamni ilib uyning orqasidagi nayzining uchidan tutib so'rigan peti yugurib chiqdim-da otning yeniga keldim. Otni minibla iz qo'g'latib qo'yibdim. Ot ushqandek chapatdi. Hatto bir chaqda ularga yaqinlab berib edim, tuyuqsizla etim putlashib yiqildi. Men uni ustidan mollaq etib tushdim. Shuning bilan men o'rnimdan tasrak turib, qo'limni yenimdagi o'qtaniga uzatdim va uningdan bir qancha pal o'qlarini chiqarib, men ularga yetisholmaymanmi yo'q deb pal silib baqdim. Afsuski pal o'qi men orzu qilgandek chiqmadi. Shuning bilan men pal o'qlarga parvo qilmay, yana etimni minib chaptirishga boshladim. Hatto men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qiroatini Rasululloh menga qarab qo'ymaydi. Abu Bakri pat-pat qaraydi. O'nglayolg'idek darajada yaqin kelib edim, tuyuqsiz etimning 2 futi tizig'icha yerga petib ketdi. Men ot ustidan yerga dumlab tushdim. O'rnimdan turib otni divitdim. Ot putini yerdan nihoyatda tez tortib elib, gavdasini ruslab edi. Uning oldidan go'yo qora tutundek vahimlik bir chang to'lsang osmonga ko'tarildi. Shuning bilan men yenimdagi pal o'qlarini o'rib, yana sinab ko'rdim. Pal mening ko'nglimdagidek chiqmadi. Shunga men ularga omonlik tiladim. Ular to'xtadi. Shuning bilan men etimga minib, ularning yoniga keldim. Men meni olg'a ilgirlashdan to'sib qo'ygan bayotinqi alomatlarni ko'rib, uning bu ishi cho'qim g'alaba qiladi ekan degan qarashga kelgan edim. Shunga men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Rasululloh, Qurayshlar seni tutish uchun nurg'un mukofotlarni e'lon qildi" dedim va uningga odamlarning qanchalik taqozolik bilan izdishib ketganligini xabar qildim. Ularga yenimdagi ozroq oziqliq va lozimliklarni ilib olishga tangladim. Ular buni qabul qilmadi. Ular faqat mendan biz bilan uchrashganligingni yoshirg'in deb o'tindi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan menga omonlik xati yozib berishni so'radim. U Amr ibn Fuhayrga menga bir tal charma raxtga omonlik xati yozdirib berdi. Ondan uloqlarga minishib jiddiy yurib ketishdi. Abu Bakr radhiyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: "Biz yo'lga chiqıverdik. Halbuki mushriklar bizni qattiq izlab atadi. Shundaqdimi bizni Soraqa ibn Malikdan boshqa hech kim bayqay olmadi. U bizga ot bilan yetishib oldi. Bu chaqda men: "Ey Rasululloh, mana iz qo'lg'uvchilar bizga yetishib oldi" degan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Xotirjam bo'lgin. Alloh biz bilan billa" dedi. Soraqa qaytib ketdi. U kishilarning to'xtamay izlayotganligini ko'rib, men sizlarga vakolatan xabarning rost yoki yolg'onligini aniqlab keldim. Bu atrofda hech gap yo'q deb kishilarni izlashdan yondirishga boshladi. U shu kunning atdigini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr radhiyallohu anhuga qarshi kurash qilg'uvchilardan edi. Kashliki bu ikkilarni qo'g'daydigan pasibonga aylandi. 4. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu peti yo'l yurib bir chaqda Xuzoa qabilasidagi Ab'a
ismli bir ayolning kapsining yenidan o'tdi. U shijoatlik qaysar ayol bo'lib, ashu sahrodagi kapsida tirikchilik qiladi. O'tgan kechganlarga ashu tomoq va usuzlik berib yo'lga soladi. Ular Maibadin biz yegidak narsa bormikin deb so'ragan edi. U asbray xudo, agar yenimda ozroq bir narsa bo'lgan bo'lsa edi, hargiz sizlarni aymaydim. Qo'ylar bo'lsa uruq dedi. Shu yili haqiqatan qurg'oqchilik va qo'ychilik bo'lgan yil edi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'badan bir chetida beshini sang'iltib turgan bir qo'yni ko'rdi-da, bu nima qo'y? Maibad deb so'radi. Maibad u uruqlab mag'durdan ketgachga hamrohlaridan ayrilib qolgan qo'y dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni sut bormi degan edi. Maibad u bak avara sut chiqmasmikin dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amiz uni mening seg'ishimga ruxsat qilamsan dedi. Maibad albatta ota-onamning haqqida tutdim. Agar uningga sut bor deb qarasang, 1000 martaba seg'ib olgin dedi. Shundan bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u qo'yning yelini qo'li bilan silab, Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətli və mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman deb duo qilib edi. Şu an eliqi qo'yning yelindən etilib chiqib, u zotning qo'liga to'kilishga boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir qancha odamga yetgudak taom sig'adigan bir arqachini akilib, u qo'yni seg'ishga boshladi. Birdamla qachining yuzida qaymoqlar layladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sutni oldi. Sutni oldi bilan heliqi ayolga sundi. U ayol ichib qandi. Ondan kendiki hamrohlarga sundi. Ularmi ichib qanishdi. Eng oxirida o'z ichdi. Yana seg'ib qachini liq to'shqizib atdi va u sutni heliqi ayolning yenida qoldirib yo'lga ravon bo'ldi. Uzoq o'tmay u xotinning eri Abu Ma'bad uruqliqidan qadam ilishga majoli qolmagan bir qancha sog'liqni haydab paydo bo'ldi. U uydagi sutni ko'rib hayron qoldi va bu sutni na'dan paydo qilding? Uydagi qo'y uruq avar tursa, uyda uningdan boshqa seg'in bo'lmasa deb so'radi. Ma'bad yo'q, Alloh bilan qasamki, bayotim bizning chidirimizga muborak bir kishi tushib o'tdi. U mundaq so'zlarni dedi. Palon ishlarni qildi deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bir qur tonishtirib edi. Abu Ma'bad asbaray xudo, Qurayshlar izlayotgan kishi shu bo'lib qolmasin yana. Ma'bad uni menga tafsiliyroq tonishtirg'ina dedi. Shuning bilan Ma'bad Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga go'yo anglag'uvchini o'z ko'zi bilan ko'rgandek hissiyotga keltiradigan yuqori fasohatlik so'z mahorati. Uning so'zining asli teksti kitobimizning oxirgi tafsili tunishtirimiz bilan isbotlab berdi. Bu chog'da Abu Ma'bad Alloh bilan qasamki, Qurayshlar gapini qilib yurgan kishi cho'qim shu ekan. Men uningga mahsubat bo'lay degan edim. Fursat bo'lsa cho'qim shunda qilaman dedi. Shu kunlarda Makkada kishilarning g'oyibdan mundaq bir yangroq ovozni angladi. Ammo uning aytquchisi ko'rinmaydi. İllaha qil marhamat Ma'bad uyiga 2 saptash ham nafas qadam qo'ygan kuniga. Qarinaslar mungdushib ravon bo'ldi yo'liga. Nijot topqay har kishi hamroh bo'lsa uningga. Qusay avlodlari nima ketdi qo'lingdan? Ketib qoldi ulug'liq tan qilinmas narsaga. Har bo'lib bani kayib ayollarcha bosh egar maqollari g'animat musulmonmu iminga. So'rsanglar uningdan Ma'bad aytidi. Mendan ko'ra savolni qo'yinglarchu qo'yimga. Asma bitni Abu Bakr raziyallohu anhuma mundaq degan: biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qaysi tarafga yuzlanganligini bilolmay qolgan edik. Ushtum tut bir jin Makkaning tuvan tarafidan yuqorqi misralarni o'qib paydo bo'ldi. Odamlar so'zi bor, o'zi yo'q bu ovozga agishib mingshatdi.
u Мәккенең yuqori tarafiga chiqib ketdi. Biz şu an Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem'nin qaysi tarafga yuzlanganligini, ya'ni Madinaga qarab yo'l olganligini bilib oldik. Safar davomida Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem Abu Hurayraga yo'liqdi. U Quma jamoati ichida katta obro'li kishi edi. U bu qatim Quraysh doiralari e'lon qilgan zo'r miqdordagi mukofotni qo'lga keltirish tamasida Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem va Abu Bakr radhiyallohu anhuni izlab chiqqan edi. U Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem bilan yuz-surani ko'rishib, fikrlashgandan keyin shu yerning o'zla birga chiqqan 70 kishi bilan musulmon bo'lganligi e'lon qildi va darhol beshidagi sallasini ilib, naysiga chegib, aminlik va tinchlik elchisi jahonni adli adolatga to'shqizish uchun keldi deganni bildirdigan alham qilib ko'tirib oldi. Oltinchisi, Madinaga boruvchi bo'lgan orliqda yana Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu bilan uchrashdi. U musulmonlarning Shamdan qaytib kelib atgan tijorat karvoni bilan birga edi. U Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga va Abu Bakr radhiyallohu anhuga oq raqda birdan to'n kiygizib yo'lga soldi. Assalom qarindoshlarim, bugungi siraning o'qishligini mushada oxirlashtiray. Vaqtmo hali bir yak berib qopti. Endi atidagi o'qishlikda biz siraning Quba kentida shodlik degan mazmundan boshlab o'qiymiz. Hammanglarning diqqat berganiga rahmat. Allah rahmat qilsin. Allohga emanet.